Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga bola o'tirishga tayyorligini qanday qilib bilish mumkin degan savolga javob berib o'taman. Qo'lingizda turganida bola bemalol boshini va belini ushlay olayotgan bo'lsa, demak u o'tirishni boshlashi mumkin. Faqat boshida bu holatda 5 daqiqadan ortiq ushlamagan ma'qul. Bola qiynalib, o'tirishdan bezilib qolishi, undan tashqari umurtqasiga og'irligi tushishi ham mumkin. Bola mustaqil o'tirishdan oldin onaning tizzasida beli bilan onasiga suyangan holda o'tirishi ham yaxshi hisoblanadi. Bu holatni bola bo'yni va belini ushlay olgandagina o'rtacha 6 oyligida bajarish mumkin. Ortoped va pediatrlarning ta'kidlashicha, bolani kamida 6 oydan so'ng o'tirishga undash lozim. Undan oldin bola o'tirsa, uning umurtqasiga va hatto siydik tizimiga ham og'irlik tushar ekan. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.